Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. 2025-yilda haj ziyoratiga borish uchun qancha mablag' kerak bo'ladi? O'zbekistonlik ziyoratchilar shu yilgi haj mavsumi uchun 78 million 670 ming so'm haq to'laydi. Bu haqda ziyorat uchun to'lovni amalga oshirgan Daryo o'quvchilari ma'lum qildi. Hozircha bu haqda na Din ishlari bo'yicha qo'mita va na O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy axborot e'lon qilmadi. Aslida ziyorat uchun summalar e'lon qilinmasligi yangilik emas. O'tgan yil ham bu bo'yicha hech qanday ma'lumot berilmagan, biroq keyinchalik summa 73 million 970 mingni tashkil etgani ma'lum bo'lgan edi. O'zbekistonda haj kvotasi so'nggi yillarda 3 barobarga oshirildi. Xo'sh, haj uchun to'langan mablag' ichiga nimalar kiradi? Haj vizasi, aviabilet, Madina-i Munavvaraga to'g'ridan-to'g'ri aviareys, Zamzam Pullman, Crown Plaza hamda Abroch al-Hidoya mehmonxonalarida yashash, shaharlararo transport xizmati, hojilarning tibbiy sug'urtasi, 3 mahal issiq ovqat, nonushta, tushlik va kechki ovqat, Madinadagi Uhud tog'i, Quba va 2 qibla masjidlariga ziyorat, Makkadagi Mino, Arofat va Muzdalifa vodiylariga barcha xizmatlar, 24/7 rejimidagi tibbiy xizmat, 24/7 rejimidagi transport xizmati, qurbonlik, Zamzam suvi, respublikaning 7 ta hududidan kuzatish va kutib olish, davlat ramzlari tushirilgan nimcha va sumka hamda haj qo'llanmasi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. En so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.